o'pkasi oyog'i gazga yopishib qolgan, o'sha kindigi katta trassada kesilgan ayrim haydovchilarimiz bor-ku. O'sha haydovchilar uchun Yaponiyada ajoyib bir yechim topishgan. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir oddiy tekin yo'ldan yurib ketyapmiz. Bu yo'llar hamma oddiy, foydalanishi mumkin bo'lgan yo'llar. Endi hozir sizlarga o'sha boyagi tezlikni yaxshi ko'radigan haydovchilar uchun o'ylab topilgan o'sha tez yurar yo'llarni ham ko'rsataman. Mana bunaqa yo'llar, mana bu belgilar o'sha tez yurar yo'lga kirish belgilari hisoblanadi. Xohlaganlar marhamat mana shu tepaga chiqib tez yurar yo'ldan bemalol yurib ketishingiz mumkin. Xohlaganlar mana o'zimizga o'xshab sekin yo'llardan tekin va sekin yuraverishimiz mumkin. Yaponiyada har qanday mana shunday oddiy yo'llar bo'lsa, o'sha oddiy yo'llar bilan birgalikda tez yurar yo'llar ham bor. U yo'llarga kirsangiz svetofor degan narsani o'zi yo'q. O'sha tezlikda bosib ketaverasiz va u yo'llar pullik yo'llar hisoblanadi. Mana hozir mana shu yerdan o'sha tez yurar yo'l tomonga burilib ketyapmiz. Ana ko'rishingiz mumkin, xuddi bizda oldingi postgaylarimizga o'xshagan joy bor. Shu yerdan shunday kirishingizda o'sha kartadan pul yechib olinadi. Ana yechib olishda shu bilan svetoforlarsiz, bosh og'riqlarsiz bemalol yurib ketaverasiz. Mana hozir mana bu yerdan o'sha katta yo'lga chiqib olamiz va mana ko'rishingiz mumkin, o'sha kindigi trassada kesilganlar bosyapti orqa oldiga qaramasdan. Bu tez yurar yo'llarning nima foydasi bor desangiz, 3 ta asosiy foydasi bor. Birinchisida o'sha hozir bizda Toshkentda, Samarqandda va boshqa katta shaharlarimizda kuzatilayotgan o'sha avtotiqinlar, ya'ni o'sha probkalar keskin kamayadi va o'sha avtohalokatlar ham juda ham keskin tarzda kamayar ekan va o'sha qayergadir shoshilib ketayotgan haydovchilar va oddiy ko'chada yurishni, o'sha oddiy sekinroq haydashni xohlaydigan haydovchilar bir-biriga xalaqit qilmasdan tepadan ular shoshilib ketayotgan joyiga ketishaveradi. Mana shunday katta foydalari bor. Nima deb o'ylaysiz? O'zimizda ham, bizning shaharlarimizda ham mana shunday tez yurar pullik yo'llarni qurishimiz kerakmi? Fikrlaringizni izohlar qismida yozib qoldiring. Salomat bo'ling.